Qaysi davlatlarda qora tanli odamlar eng kam yashaydi deb o'ylaysiz? 10-o'rinda Qirg'iziston. Bu dunyodagi eng kam aholiga ega davlatlardan bittasi bo'lib, aholisi 6 milliondan oshadi. Aholining aksariyati qirg'izlar, o'zbeklar va qozoqlar. 9-o'rinda Finlandiya. Sovuq iqlim aholining kamligi sababli bu joyda qora tanlilar ko'p emas. Aholisi 5 million 500 bo'lib, ko'p qismi tub aholi hisoblanadi. 8-o'rinda Xorvatiya. Aholi soni 4 millionga yaqin, asosan xorvatlar, keyin serbiyaliklar va bosniyalik yashaydi. Ehtimol siz eshitmagan bo'lishingiz mumkin, ammo Moldova Yevropadagi eng kam tashrif buyuriladigan davlatlardan hisoblanadi. 6-o'rinda Gruziya. Tarixdan juda bir xil etnik tarkibga ega bo'lib kelgan va yaqin yillar ichida o'zgarishlar bo'lmoqda. Litvada 2 milliondan ko'p aholi yashaydi, turli etnik guruhlardan tashkil topgan, lekin qora tanli aholi deyarli yo'q. 4-o'rinda Janubiy Koreya. Bu joyda aholining 0.1% dan ham kam qismi qora tanli hisoblanadi. Uncha uzoq bo'lmagan Shimoliy Koreya 3-o'rinda. Bu joyga deyarli hech kim ko'chib kelmaydi. 2-o'rinda Mongoliya. Geografik va madaniy jihatdan izolyatsiya bo'lgani tufayli qora tanlilar deyarli yo'q. Va 1-o'rinda Vatikan. Aholisi 68 kishi, asosan ruhoniylar. Bu kichik davlatda qora tanli hisoblangan doimiy aholi umuman bo'lmasligi mumkin. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda qancha qora tanli yashaydi?